136 millionmi, shunaqa 130 milliondan oshiqroq Martdan baholisi. boshlab yo'q. Bo'lmaydigan narsa emasmi? Chunki mani akam qo'ydi, tovari bor edi, qo'ydi. O'qidimi? O'qidi delaman desam, yo'q. O'qimasdan qanaqa qilib qilishim mumkin? Risk-da bu. Undan ko'ra o'qib qilsa bo'lmaydi. Bitta mashinani 2 ta qildik, ikkita tikuv mashinasini 4 ta, 4 tani 6 ta qildik. Hozirgi kunda 120 ga yaqin tikuvchi xodimlarimiz bor. Mustaqil yurg'izishga bizaga qo'limizga kapital keldi shu orqasidan. Shuni orqasidan kapital keldi. Mahsulot tanlayotganda avvalambor-chi odamlarga shu nima foyda keltiradi shu sotayotgan mahsulot? Qanchalik kerak? Qaymzodchi o'zini hayotini qanaqadir yengillashtirmasa shu holatda qolib ketaveradi-da. Bu odamlarning o'ziga bog'liq. Bitta imkoniyatlar berilgan, faqat uning uchun o'sha tayyor bo'lib, shuni bilimini chuqur bilmasangiz, odam shu tupikka kirib qolganda chiqib ketish qiyin bo'lar ekan-da. Shuning uchun O'zimiz o'zgardik, bolalar o'zgardi. Assalomu alaykum va nihoyat ko'pchilik kutgan aynan o'quvchilarimiz bilan suhbatlarimizni davom ettiramiz. Ancha tanaffusdan keyin bugungi mehmonimiz 8-patok o'quvchilarimiz Arzaka va ularning ayollari bo'ladi. Ular hozirgi kunda o'zimdagi holatlari va undan oldingi holatlari aynan nima uchun marketplace savdo qilayotganligi to'g'risida siz bilan eshitamiz. Chunki ko'pchiligi ularni aynan oilaviy biznes qilayotganligi ko'pchilik qiziq bo'ladi degan umiddaman. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Xush kelibsizlar. Bugungi uchrashuvimiz hammaga qiziqarli va maroqli bo'ladi deb umid qilamiz. Inshaalloh. Avvalo o'zimizni tanishtirsak, ayolim Nargizaxon va men Azizjon. Biza bir necha yildan beri ishlab chiqarish tikuvchilik bilan shug'ullanib kelardik. Keyin uslugaga ishlardik. Shu uzun market ochilgandan beri juda qiziqishimiz katta edi. Rosa qiziqardik, kim o'qitarkin, qayerda o'qitarkin deb qiziqib yurardik. Keyin bizaga narxlari qimmatli qilardi. Astoydil xohlagan ekanmiz. Shu Xudoyim Donoxonni bizaga ro'para qildi. Shu o'tgan yili dekabr oyida, dekabr oxirida kurs sotib oldik. Yanvar oyi onlayn o'qidik biz, offlayn o'qimadik, onlayn o'qidik. Lekin shu onlayn dan offlayn ko'pchilik aytadi, mana qarang, farqi bor. Offlayn o'qisa ko'proq ma'lumot oladi deb aytishardi. Biz o'zimiz astoydil xohlaganimiz uchunmi yoki shu juda qiziqishimiz katta bo'lgan va shu katta turtki bo'ldi bizaga. Shu onlayn o'qishimiz ham shu kursimizni 2-oyidan mahsulot qo'yib ishlashni boshladik. Kurs tugashiga yaqin 12 million, 15 millionga yaqin оборот qilishni boshladik-da shunda. Ungacha umuman olganda onlayn biznesdan xabaringiz bo'lganmi yoki asosan faqat offlayndan? Nima ish bilan shug'ullansizlar? Ishlab chiqarish qayerda sotgansizlar mahsulotlarni? Biz o'zi uslugaga ishlardik. Zakazga. Zakazga olib kelishardi. Biz o'shani tikib berardik, topshirardik. Haligilarni ko'rib havasimiz kelardi-da, shuncha mana tikib beramiz, odamlar tirikchilik qilyapti, sotyapti-ku, neujeli bizning qo'limizdan kelmaydi deb. Shuni bozorda sotib ko'rmoqchi bo'lganmiz. O'zimiz ozgina narsa chiqarib bozorga olib chiqamiz. Boya aytib berganimdek, bu meni joyim, olib yerdan anaqa boshqa joyda sot qilib, keyin shu bilan hafsalamiz bo'lmagan. Biz endi sotuvchi emasmiz. Men o'zim 30 yil tajribaga ega malakali oshpazman. Shu ish faoliyatimni boshlaganimdan to hozirgi kungacha faqat oshpazlik qilganman, boshqa ish qilmaganman. Sotuvda bo'lmagansiz. Bu sohada umuman ishlamaganman. Ayolim tikuvchi bo'lib ishlagan. Biz men shu kasbim orqasidan bitta mashinani 2 ta qildik, ikkita tikuv mashinasini 4 ta, 4 tani 6 ta qildik. Hozirgi kunda 120 ga yaqin tikuvchi xodimlarimiz bor. Tikuv sexi qilganmiz. O'sha joyda hozir mana o'zimiz ishlab chiqarib, shu uzumga qo'yib sotuvni boshladik. O'zingizlar mahsulot sotyapsizlar. Mahsulotimizni sotishni boshladik.
Ungacha ham hozir usluga bilan ham ishlayapsizlar? Hozirgi kunda uslugaga ham ishlayapmizlar. Uslugaga ham A, ishlayapmiz hozir. nimaga именно onlayn boshqa masalan kimgadir berib yoki Instagramda, Telegramda emas, именно marketplace'da onlayn biznesni turlari ko'p-da o'zi. Instagramda sotishimiz mumkin, marketplace'da sotishimiz mumkin, Telegramda sotishimiz mumkin. Umuman olganda bozor qayerda bo'lsa, o'sha yerda sotishimiz mumkin. Lekin aynan nega marketplace, nega uzum? Biza o'zi mana 2 yil, 3 yildan beri shu onlayn sohasidagi savdo rivojlanishi boshlaganidan boshlab shuni kuzatib kelamiz-da. Instagramda sotuv qilsa bo'ladi. O'qishga ham harakat qilib ko'rdik. Tekin kurslarini ham eshitdik, podkastlarni ko'ramiz, rosa ko'p, juda ko'p ma'lumotlar o'rganib chiqdik-da. U Instagram ham baribir vaqtingizni olar ekan-da. Vaqtingizni ertadan kechgacha vaqtingizni olar ekan. U har bitta nimaga обязательно yozishingiz kerak. U javob yozmasangiz u kutmaydi u odam. Keyin u mahsulotini upakovka qilib dastavkadan jo'natib berishingiz kerak. U qabul qilib oldimi, qabul qilib olmadimi, pulini tushirib berasizmi, tushirib bermaysizmi? Voy menga yoqmay qoldi, nima qilay desa, bo'pti, pulingizni orqaga qaytarib yuboraman, dastavkadan yana chiqarib yuboring. Bosh og'rig'i ko'p ekan. Lekin ishlasa, ishlayotgan, yaxshi pulini qilyapti, anaqasini, biznesini yurg'izyapti. Bizga mana shu marketplace juda qulay bo'lib qoldi-da, chunki men chet ellarda ishlaganimda o'sha marketplace'lar asosan AliExpress, Ozon, Amazon o'shalardan narsa zakaz qilardik-da, o'sha olib kelib berardi. Shunga havasim kelardi. O'zbekistonda shunaqa marketplace'lar ochilsa, balkim biz ham shunga qiziqib ishlab ko'ramizmi degan o'sha paytda o'y xayollar bo'lardi-da. Mana shunchalik xohlagan ekanmiz, shunga siz orqali kirishdik. Xudoga behisob shukr. Aytaman-da, u Telegramda ham, Instagramda ham shu sotuv qilgan odamlarga bardosh kerak, o'zi emas ekan. Katta kuch kerak. Bu marketplace ilmini o'rganib olgandan keyin u darajada qiyin emas ekan demoqchiman-da. Vaqtingizni ko'p olmas ekan, qiyin emas ekan, shu chiroyli qilib upakovka qilib olib borib yetkazib bersangiz, o'sha marketplace'larni o'zi sizga sotib, pulini o'zi sizga tushirib beradi. Xohlang karmoningizga tushadi, xohlang hisobingizga tushadi. Yaxshi, biz shu ishga kirganimizdan xursandmiz biz. Sizlar hozir oilaviy keluvinglar birga olib boryapsizlar. O'g'lim ham. O'g'lingiz ham. O'g'lim o'sha aniq bizga infografika qilib beradi. Sizni o'sha potokingizda klient o'quvchilaringizga ham qilib beradi. Qo'shimcha kasb. O'ziga ham qo'shimcha kasb. O'zi IT bitirgan edi. Unaqa qiyin bo'lmadi-da. Umuman olganda mana uzun marketni ko'rdingiz, ancha pashti 2 yildan keyin qaror qabul qilyapsiz. Nimaga 2 yilgacha emas? Men o'zi qarang, birinchi sizga ikkinchi potokda keluvdim. O'tgan yil aprelda. Unda qizimga to'y boshlab qo'ydik. O'shanga ikkilandim. Keyin aytdim, o'zim mana shu to'yni o'tkazib olaylik, xayolim buzilmasin dedim. Keyin men kompyuter unchalik tushunmayman. Keyin men kompyuter o'rganib, keyin kelaman dedim. Keyin o'sha yangi yilda oldim. O'sha skidka kurs deb reklama bo'ldi. Keyin bular o'shanda uyda edilar. Keyin men aytdimki, "Davay onlayn olamiz" dedim. "Men kompyuter tushunmayman, siz bilasiz, siz o'qing, birga qilaylik" dedim. Keyin bular o'zi boshqa o'sha erkaklar o'qitadigan o'qishlarni qarab yuruvdilar. Keyin "Davay bo'ldi" dedilar. "Bularda arzon ekan" dedilar. Keyin xullas shunaqa qilib boshladik-da, o'sha ham xayrli bo'lgan deyman-da. O'sha ham xayrli bo'lgan. Bu yog'i kurslaringizga qo'shilib murakkablashib kelganda. Boshidagiga qaraganda. O'shanga anaqa yaxshi bo'ldi deyman. Bitta o'zi boshlagandim, balki qiynalardim-da. Oldin sotib ko'rganmisiz tovarlaringizni, mana shu uslugaga tikkaningizni yoki o'zingizni mahsulotlaringizni? Instagramda sotganman. Qanaqa? Lekin qiynalganman, unchalik bo'lmagan. Nimasida qiynalgansiz aynan? Unaqa blogerlar bilan ishlab, unaqalar qilmaganman, lekin fotosessiya qilib, o'sha brend qilganman, anaqa qilganman. Instagramga qarasam, bu yoqda ishim qolib ketyapti. O'quv kursi ham ochgan edim, tikuvchilik. Uchalovini olib borish menga rosa qiyin bo'lgan. Hozirchi? Hozir yo'q.
hozir qiyin emas. Chunki men faqat tovar yetkazib beraman bularga. Bular o'zligi qo'yishadi, olib borib olib kelishadi. Shuning uchun menga unaqa qiyin emas. O'zi umuman marketplace'da savdo qilish uchun sotuvchi bo'lish kerakmi? Chunki Instagramda sotuvchi bo'lishingiz Ha, kerak. sotuvchi Klient bilan bo'lishingiz gaplashishingiz kerak. kerak, sota olishingiz kerak. Sota olishingiz A kerak. marketplace'da-chi? Yo'q. Tovaringizni o'sha upakovkasi, infografikalarni chiroyli, mukammal qilib qo'ysangiz, o'zi odamlar shundoq ham oladi-da. Ya'ni marketplace'da Rasmlari, ha, o'zi sotib beradi sotib bizga. beradi. Chunki haqiqatdan Qulay juda. do endi kuzatamizda baribir o'sha analitika jarayonida qaraymiz, hamma narsa ketyapti-da. Anu qopqocha degan ham ketyapti, konservocha degan, pashsha o'ldiradigan ham ketyapti. Qarizim sotuviga qarasangiz 100 tadan shu haftani ichida 150 ta odam sotib oldi degan anaqalar informatsiyalar. Tavba deyman, shu ham ketarkan-da deyman-da. Hamma narsa Qarasangizda kerak-da. u hech o'sha самый главный shu birinchi ilmini uni o'rganib olsa, uni algoritmini tushunib olsa, hammasini to'g'ri to'ldirib to'g'ri qo'yib qo'ysa, u sotiladigan narsa-da. U hech qancha to'sqinlik yo'q ekan-da demoqchiman. Ya'ni professional sotuvchi yoki sotuvga ega bo'lgan yoki biznesdan xabari bo'lgan odam bo'lishi shartmi yoki oddiy inson ham kira oladimi sizning fikringiz? Shart emas. Oddiy inson ham kira oladi. Chunki men o'zi aytayapman-ku, shu oshpazlik qilib yurganimda endi o'zimga o'zim aytardim-da, mana ko'pchilikning ichida ham gapirardim-da. Men shu oshpazlik qilish uchun tug'ilganman. Va agar shu ishni tashlasam, men boshqa ish qila olmayman. Boshqa ish qila olmayman. Shu paytgacha mashina haydamaganman, taksichilik qilaman desam, kira qilaman desam, yoki boshqa ish qo'limdan kelmaydi. Onam aytardilar, bolam yaxshi o'qi, ani galstuklar taqib, oq ko'ylaklarda, anaqa konditsionerli xonalarda maza qilib o'tirasanlar, dirdilar deb gapirardim-da, ko'p aytardim-da. Biz issiq joyda ishlardik, juda og'ir ishda oshpazlik ishi ham. Mana Xudoga behisob shukr, u hech qancha narsa emas ekan-da. U ko'p narsa kerak emas ekan. Ko'p narsa kerak emas ekan. O'zida odam o'zida xohish bo'lishi kerak ekan, shu bo'ldi intilish, shu qo'lida mana shuncha mablag'i bilan boshlab shu Allohga tavakkal qilib yo'lga tushib ketadigan narsa ekanda bu. Sabr kerak. Sabr ozgina, все. Mana hozir biz yaxshi tarafini gapiryapmiz. Boshlanishi qanaqa bo'lgan? Boshlanishda qancha pul bilan boshlagansizlar? Boshlanishida biza mana ayolimni qo'llarida ozgina pul bor edi. Men dedilar, adasi dedilar, men kursni to'lab beraman dedilar. Ana оборотga pul o'zingiz topasiz dedilar. Qancha pul kerak ekan? $300 deyaptilar. $100 qilib 3 ga bo'lib qo'yar ekanmiz. Hech qancha pul emas ekan. O'sha $300 ham yo'q edi-da o'zi aslida. Kurs boshlanganda o'sha kartadan shunda to'lovni qildik. O'sha $300 ham yo'q edi. Endi aytaman-da, shu Allohga oson, Xudoning qudrati hech qayerdandir kelib qoldi o'sha $300. Hozir esimda yo'q, qayerdandir kelib qoldi. O'shani haqiqatan aytganingizdek 3 ga bo'lib mana bunaqa qilib oldik-da, mana shunaqa ishlab ko'rdik. Keyin o'sha sotuvga chiqish jarayonimizda ozgina qiyinchilik bo'ldi. Nima sotamiz, bor pulimizni qo'yib bo'ldik. Hali anaqadan pulimizni olganimiz yo'q. Shu bilan nima qilamiz dedik. Unga ham qarangda, bitta bizga anaqa yechim berilayotgan narsa, bizani o'sha o'zimiz klientimiz, o'sha bizda tiktiradigan o'shanga bordik. Iltimos, shu narsangizni sotinglik biza. Pulini faqat 1 oydan keyin yoki 2 oydan keyin beramiz. Shu ozgina poddershka qilib yuboring. O'zingizlar tikayotgan mahsulot. Ha, o'zimiz tikayotgan mahsulotdan. Haligi odam baraka topsinlar. Bo'ldi, gap yo'q dedilar-da, shu bilan ularning narsalarini olib, o'sha narsa ayollarning dvoykasi edi. Shuni assortimenti 2 xil, 3 xil rangi bor edi. Shuni sotuvga qo'ydik, u ham gurullab ketib qoldi-da, shu bilan anaqaga chiqib oldik-da. O'sha birinchi boshlang'ich o'zimiz mustaqil yurg'izishga bizga qo'limizga kapital keldi shu orqasidan. Shuni orqasidan. Ha, shuni orqasidan kapital keldi. Shuni keyin o'zimiz anaqa qilishni boshladik. O'zimiz oilaviy o'tiramiz, o'g'lim, bular, men kech payt o'tiramiz, muhokama qilamiz. Shu oilaviy biznes shunaqa bo'lar ekanda, o'zi aslida shuni muhokama qilsa, kimdandir boshqacha fikrchi, kimdan unaqa fikr chiqadi. Shu bitta joyda to'xtaymizda, davaychi ertaga mana qilamiz, bunaqa qilamiz.
Shu o'g'limga zadacha beramiz, u shu infografikasini qiladi, ko'ramiz, yo bu bo'lmaydi, boshqacha qilish kerak. Shunaqa qilib shu yo'lga tushirib oldikda, hozirgi kungacha kelib oldik. Men aytmoqchi emasman, juda ham qiyin deb aytmoqchi emasman. Endi oson emas haqiqatan. Bo'shashtirib tashlab ham qo'yib bo'lmaydi. qiynaldik. O'sha tovar tanlashga qiynaldik boshida. O'yinchoq sotmoqchi bo'ldik. Uni sotamizmi? Va o'yinchoq bitta Instagramdan topdik. Uni magaziniga bordik. Keyin qarasak, navaranglarga olyapsizlarmi, bolanglargami dedi, yo'q dedik. Shunaqa sizni aytdik. Yana sizni kuzatar ekan. U ham o'qiyman dedi. Qanaqa o'zi o'qish shartmi dedi. Ko'plarga aytsak, anaqa deydi. O'zimga ham o'qish kerakmi dedi. Sizni fikringiz qanaqa? O'qish kerak deyman. Hamma narsani baribir o'sha bilimini bilish kerak-da. Prosta olib borib qo'yganlarni ko'rganmiz, tovari turibdi. Ular mana menga ham aytdi-da, bitta o'sha ishxonamda bitta ayol aytdilarki, bo'lmaydigan narsa emasmi? Chunki meni akam qo'ydi, tovari bor edi, qo'ydi. O'qidimi? O'qidi deyman desam, yo'q. O'qimasdan qanaqa qilib qilish mumkin? Risk-da bu. Undan ko'ra o'qib qilsa bo'lmaydimi? Endi mana hamma ishonyapti-da. O'sha o'yinchoq qo'ymoqchi bo'ldik, даже o'yinchoqlarni shu optimiylariga borib aylandik. Bizni bolalar katta bizda. Hozirgi o'yinchoqlarni biz unchalik tushunmaymiz. Trendni tushunmayman. Tushunmaymiz. Keyin yo'q, bu bizaniki emas ekan dedi. Lekin unga ham 2 kun kunimiz ketdi. 2 kun, 3 kun kunimiz 2 kun, 3 ketdi. kun kunimiz ketdi. Birinchi sotib olgan tovaringlar nima bo'ldi? Birinchi anaqa oldik. Bujiteri oldik-da. Lekin uni ham men bujiteri taqmayman, qiziqmayman. Yoshlarga qanaqa yoqadi, uni ham bilmayman. Tavakkal tanladik. Keyin detskiy zireylar yo'q ekan. Shuni bildim. Chunki baribir detskiy qizlarga tilla uncha taqishmaydi, bog'chalarga boshqa. Keyin detskiy olamiz. Detskiy yaxshi ketdi. Yaxshi sotdi. Yaxshi sotildi. Ikkinchi mahsulotinglar nima bo'ldi? Ikkinchi mahsulotimiz Shu zakolka qo'ydik, 15 ming so'mlik. Uni o'zinglar boya tikib aytgansiz. Bu bozordan bujiteriyadan boshqa hech narsa olmadik biz. Hech narsa olmadik. Qolganini ishlab chiqardik. O'sha nima 650 ming, 700 ming so'mga oldik-da o'sha bujiteriyani. Endi uni qilsa yaxshi bo'lardi. Qilsa yaxshi bo'lardi. Biz e'tibor qilmadik, chunki tushunmasdik biz uni. O'zingizga yaqin soha emas. Bizga. O'zingizga mahsulot tanlayotgan nimaga ko'proq e'tibor berish kerak? Endi mahsulot tanlayotganda avvalambor-chi odamlarga shu nima foyda keltiradi shu sotayotgan mahsulot? Qanchalik kerak? Qanchalik kerak, kimga kerak shu? Biz endi shu mana shu shior qilib oldikda, mana boshidan shior qilib oldikda, shu demak biza kimgadir kerakli narsa sotishimiz kerak. Shu qo'ygan narsamizni odamlarga, mana topdim deb olish kerak. Nima rosa anaqa qildik, analiz qildik, qaradik, o'zi marketga kirdik, u kategoriyani ko'rdik, bu kategoriya zire, detskiy anaqa zireylar sotamiz, adasi. Qarashli olamiz. Keyin yana nima? Anaqa zakolka kam ekan, sochga taqadigan, rezinkali. O'shanaqa. Xo'p, yana nima? Ro'mol, keyin yana ayollarni shu namoz o'qiydigan, kiyadigan kiyim, ko'ynagi shunaqa. Uje men erkaklarning narsasiga, boshqaga ujechi, fokus qaratishga unaqa xohish yo'q-da. Biz shuni ko'ra bildik, shu ketadi. Shu birinchi bor olganimiz shu bujiteriya bo'ldi, shu detskiy zireylar oldik. Uni chiroyli qilib qo'ydik, u ketishni boshladi, ketdi, yomon ketmadi, yaxshi ketdi. Uni keyin qilishga bizda pulimiz bo'lmadi. Qayta olishga pulimiz bo'lmadi. Chunki endi 600 ming, 700 ming u anaqa kam edi-da, kamida bir 200-300 dollar kerak edi o'sha. Minimalniy anaqasiga o'sha. O'shanda arzonroq olishimiz mumkin edi. Keyin shu rezinkani o'zimiz tikdik, nima qilib upakovka qilib chiroyli. Shopper qo'ydik. Ular ham o'zimizda bor edi. Keyin ish qilib mana shunaqa shu namoz o'qiydigan ko'ynaklar qo'ydik. Unaqa gurullab ketmadi-da, keyin shu ayollarni dvoyka sportivniy kiyimini haligi anaqamiz bilan gaplashib qo'yganimizdan keyin o'sha uchib ketishni boshladi. U fokusni o'shanga qaratishni boshladi keyin. Shu направленияda ketsak, demak biz yanishmaymiz. Biz o'shani nima deydi? Shu mana shu daryoda o'sha oqimimizga tushib oldik.
Yo'nalish topib oldik. yo'nalishimizni topib oldik. Boshqa narsaga mablag'imizni ham, vaqtimizni ham sarflash uje anaqa o'rinsiz deb o'yladik-da shu Uje bilan. test qilib, Da, oxiri da, bitta shunaqa, yechimga shunaqa. keldik. Baribir 1 oy, 2 oy o'tdi-da, uni orqasida. Ham hozir mana boshlang'ich etapda biza Uzum marketni o'rganamiz. Plus tovar tanlaymiz-da. Bu ikkita alohida ish o'zi. Sotuvni o'rganish bu bitta, tovar tanlash, bozorni tanlash, marketplace o'rganish bu bitta alohida yana bitta yo'nalish. Chunki marketplace mana tim bo'li notebook tushunmaydigan odam uchun qaysidir ma'noda qiyinroq. Lekin boshlab olgandan keyin uni yechimini qilsa bo'ladi. Ko'pchilik tovar tanlayotganda mana o'zingizlarning kursdoshlaringlar ham, atrof muhitda ham asosan e'tibori shu yo Turkiyadan yo Xitoydan tovar olib kelishim kerak degan tushuncha bilan boshlashadi. Aynan shu masalada sizlarning fikringiz. Yo'q. Bu qarangda, endi ruslarda bitta gap bor-da, давайте deydi, поддержим отечественного производителя deydi-da. O'sha o'zimizni milliy brendlarni давайте qo'llab-quvvatlaylik degan narsada. Endi Turkiyaga olib kelish uchun ham pul kerak. U $5,000, $10,000 menimcha unaqa katta pul bo'lmasa kerak u yoqqa. Uni borib o'tda yana vaqtini o'tkazadi, necha kun, bir necha kun vaqti ketadi, gostinitsa, tuda-suda hamma anaqa rasxodlari bor, boshqasi bor. Xitoy ham почти shunaqa, balkim sal arzonroq bo'lishi mumkin Xitoy. Bu boshlayotganligi mana shu o'zimiz iloji boricha shu o'zimizni ishlab chiqaruvchi, men shunaqa fikrdaman. Chunki o'zimiz ishlab chiqarayotgan bo'lganimiz uchun biza sifatga juda qattiq qaraymiz. Juda qattiq qaraymiz, chunki shuni sotib olgan odam kiyadi buni. Mana duo qilsin, baraka topsin, shunday desin, biz ko'karaylik shuni orqasidan. Xuddi shunga o'xshagan mahsulot ishlab chiqaradiganchilar tiqilyapti-da O'zbekistonda. Qo'li gul ustalar bor, misol uchun, oyoq kiyim deymizmi, kosiblardan yana nimadirlar qilyapti-da. Hozir даже mana nima deydi, xo'jalik mollari, mo'yishli sredstvalar bor, boshqalar bor. O'zimizda chiqaryapti, sifatli joyini topib, gaplashib-chi, o'sha o'zi odamchi anaqa nima deydi, shu borib chiroyli qilib muomala qilib tushuntirib bera olsa, hozir ishlab chiqaruvchilar ko'pchilik unaqa zo'r sota olmayapti hamda. Sota olmayapti ham. Balki ishga ham olar. Shu menejer mana qo'lingdan kelar ekan, mana meni mahsulotimni sotgin, menimchadan pul. Chunki bizaga shu o'yinchoqchilarga borganimizda aytishdi-da, bizaga mayli beramiz dedi, sotib ko'ringlar-da. Agar yaxshi ketsa deyapti, bizda mana optim narx bor deyapti, super optim narx bor deyapti. Super optim, yana ham arzon qilib beraman deyapti-da. Endi biz uni anaqasiga tushunmaganimiz uchun qo'y dedik, mana qilmay qo'ya qolaylik. Yaxshisi mana Xudo taolo o'zi ko'rsatib turibdi-ku, mana mashinangni qilgin, shundan senga baraka beraman. Nima kerak? Ish topish demak qiyin emas. Qiyin emas. O'zimizdan boshlagan osonroq. O'zimizdan boshlagan oson deb o'ylayman-da. Ham mablag'i unaqa ko'p ketmaydi. Ham vaqtini tejab qoladi-da. Men bilamanki, u chetga chiqib kelish oson emas-da. Men o'zim ancha yil yurganman, musofirda. U chamadonlarni ko'tarib, o'tdan bo'tga, lo'killab yurib, oson emas narsa. Shuning uchun mana shu o'zimizdan ozgina qilib boshlab ishlab ko'rsa, natija bo'ladi, avvalo. Tugab qolmaydi-da. Tugab qolmaydi. Sotilib ketsa, yana zakaz qilguncha to'pdan tushib ketadi. Bizda bir kun o'shani ham aytib o'tish kerak. Bir kun o'tib ketib qolganiga unaqa bo'lib qoladi. To'pdan tushib ketib qoladi-da, bir kun o'tkazib olsak ham. Mahsulot uzilib qolsa. Yo'q, uzilmadi bizda. Anaqa FBS yopib qo'ydimi? Bu endi bu anaqani o'sha Uzun marketni aybi bilan bo'lgan ekan. Bizda 100 taga yaqin mahsulotimiz bor edi, FBS ga chiqaradigan. Ertalab turib anaqa chiqaramiz desak, nakleyka chiqaramiz desak, nakladno chiqaramiz desak, uje bloklangan. Hayron bo'ldik-da, olib bormadik-da, uje bizani FBSimizni 16-iyungacha bloklandi, ommaviy bloklandi. Ommaviy ko'pchilikda bo'lgan ekan. Endi uni anaqa isterikaga tushmadik-ku, lekin o'sha kerakli odamlarga telefon qildik. Birinchi bo'lib mashg'ulot ustoziga telefon qildim. Aytdim, "Opa, shunaqa bo'lyapti, nima qilaylik?" desam, "Biz hali bu holatga tushmagan edik" dedilar. Keyin nima qilamiz?
обновление qilib ko'ring, anaqaga yozib ko'ring, chatga yozib ko'ring. Chatga yozamiz, ular ham qanaqadir nekompetentniy, anaqa ekan, xodimlar ekan, tushunmaydi, o'zi shunaqa deydi, u deydi, bu deydi, o'zidan soqit qilyapti-da. Keyin o'shani kattaroq menejerini topdim, chiqdim-da, o'shalarga telefon qilib aytdim, shunaqa holat dedim, shunaqa bo'lgan. Biz hozir reytingimiz 100 da turgan edi, hozir 30 ga tushirib qo'ygan, 70% dan oshuv. Bu nima desam, keyin ko'rib berdi hammasini deb, bu dedi o'shanaqani bizani sistemni yana xato ekan dedi. Sizni anaqasi ochdik dedi, reytinglaringizni qaytarib berdik dedi. Shu orada уже где-то 5 kunmi 6 kun o'tdi-da, biz tovar yetkazib bera olmagan. ha, уже topayotgan pulimizni yo'qotib qo'ydik-da, 5 kunlik masalan kuniga 8 million 10 million so'da bo'lgan taqdirda ham o'sha 5 kunda 50 million 55 million so'damiz bo'lishi kerak edi-da o'sha paytda. Bu ham Allohdan. Bu ham Allohdan shunaqa. O'zi umuman mana boshida 300 dollar bilan boshlaganman deyapsizlar. Kurs tugagungacha qancha pul оборот qildinglar? 14 million. 14 million 2 oyda. 14 million. O'sha 2 oy bizda anaqaga ketdi-da, o'sha Ham o'rganib, nima sotish, uni qo'yib, buni qo'yib, o'shanda o'sha 2 oydan keyin o'sha dvoykani keyin anaqa qildik-da. Qarang-da, mana bir oy o'shani qo'ydik, keyingi ikkinchi oyda o'sha dvoyka bilan keyin normalni ko'tarib ketdi-da. оборот o'sha bitta mahsulotni orqasidan demoqchi. Bitta mahsulotni orqasidan. O'zinglarnikini qachon ochdinglar? O'zimiznikini shu bo'ldi, anaqa tugadi, kursimiz apreldami? Aprelda tugagan bo'lsa, shu apreldan 14-martda 14-martda ochdik o'zimizni, birinchi o'zimizni shaxsiy do'konimizni YTT qildik. De shu o'zimizni bu yoqda do'kondan eksperimentga ishlagan do'konimizdan qolib ketgan mayda-chuyda narsalarimizni qo'ydikda, salkam bir oy hech narsa yo'q. Nima uchun o'qidik biz? Va qanaqa bo'ladi endi bu yog'i? Adasi deydi, boring, anaqa gaplashing. Ya'ni nima unaqa bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti, ko'rsating, kartochkalarimizni ochib ko'rsating, xatolik bormi, boshqa bormi, oyisi hammasi mukammal qilinyapti. Hech qanaqa xato yo'q. Biz prosta bu narsa talab unaqa kuchli emas hozir qo'ygan narsamiz. O'sha anaqadan qolib ketgan, aslatkadan qolib ketgan, chochka taqadiganlar, bundan mana shunaqa narsalar edi-da. Keyin erkaklarni svitshortlari bor edi. Endi uni уже kunisib ketdi, уже hech kim olmaydi. Yozga tayyorgarchilik qilish kerak edi. Уже isib ketdi. Yozga tayyorgarchilik qilish kerak edi. Yana nima sotamiz qildik, darhol yechim keldi birpasda. O'sha hozirgi sotayotgan mahsulotimiz ayollarni jogeri trendga qarab qo'ysa yaxshi. Shunaqa ekan. Hozir qancha оборотga chiqdinglar? Hozir 136 millionmi, shunaqa 130 milliondan oshiqroq. Martdan boshlab bu yog'iga. Shunaqa. Hozir mana erkaksiz, bular ayol kishilar, bizda o'zi asosan ko'proq ayollar o'qishadi. Sizni fikringiz mana. Meni fikrim bu biznesda ayollar bemalol ishlashi mumkin. Ham uyda o'tirib, ham ro'zg'orini, ham oilasiga qarab turib qila oladi degan fikrim bor. Siz erkak kishi sifatida qanaqa fikrdasiz? Bu-chi anaqa nima deydi, keng anaqa fikrli degan narsada, bu masalan men hamma erkaklar nomidan bu narsa deya olmayman-da, chunki hammani o'zini fikri bor. Men prosta o'zim ko'zim bilan ko'raman, shu ayolim ertalab shu voqli chiqib ketadi, kechqurun 9, 10, 11 ham kirib keladi ishdan. Endi bu bitta o'zi shu yurg'izyapti shu 15-20 ta odamga bosh bo'lib shunaqa qilyapti. Men ham o'zim shu oshxonada ishlaganimda kamida 20 ta 25 ta povurga chef povur bo'lib ishlardim, oson emas, bilaman. Bu-chi odamchi o'zini hayotini o'zi osonlashtirish o'zini qo'lida-da. Hozir kimdir boshingni qotirma, nima qilasan, pulga aralashma, buchani miyani bloklab qo'yishda bu psixologiya vashi kuchli narsa ekanda, shunda miyani bloklab qo'yib, bo'ldi, men boshqa qilmayman. Bir marta tushdim yoki sen qilmagan, palonchi anaqa bo'pti. Deydi, bu odamzodchi o'zini hayotini qanaqadir yengillashtirmasa,
shu holatda qolib ketaveradi-da, bu odamlarning o'ziga bog'liq. Masalan, men ayolimni o'sha anaqaga shaxsiy brend rivojlantirish nima kurslariga borib o'qiyman degan, пожалуйста. Chunki hozir bu zamon talabi, zamon senga boqmasa, sen zamonga boqma. Пожалуйста, vaqting bormi, o ishingni ajratib bor, o'qib, qarshiligim yo'q. Даже birinchi marta o'zim borib, billa bordik, ko'rib keldi. Mana ozgina hamma ayollar o'tirishdi, men kirgizmadi-yu, tashqarida o'tirib eshitib o'tirdi. Nima haqida gap bo'layotgan? Baribir qiz-u-da. Bo'ldi dedim-da, pulini to'ladim-da, chiqib ketdim men keyin o'zimning ishimga. Bu o'sha ko'pchilikni ko'raman, bekorchi mana telefonda o'tiradi, o'sha TikTokmi nima kechgacha bo'lar emas narsalarni ko'rib o'tiradi-da. O'sha bizani o'zi o'zgarishimizga masalan mana shu ayolim sababchi deb o'ylayman. Nimaga desangiz, oilaviy o'zgarishimizga-da, shu kerak emas narsalarni adasmamini ko'raylik, mana bunaqa zo'r podkast bo'lgan ekan. Adasmamini ko'raylik. Men sizni podkastlaringizni ko'rardik, anaqalaringizni ko'rardik. Endi nima odamning fikri o'zgaradi-da baribir. Kimnidir masalan oilada o'zgarishiga shu yo eri sababchi bo'ladi, yo ayoli sababchi bo'ladi, ili naоборот. Shunaqa qilib odam o'zini o'zi o'zgartirmasa qiyin masala-da bu. Lekin agar yo'l ochib berilsa, shu qilaman deganga yaxshi ish, yaxshi hunar, unaqa ko'p bosh og'rig'i yo'q, ko'p vaqt olmaydi. Chuqur ilmini o'rganib olsa, yaxshi ish, juda zo'r biznes. Biz kuzatyapmiz, ko'ryapmiz, shu ko'pchilik shu bilan shug'ullanayotganlarni, ayniqsa ayollarni ko'pini ko'ramiz, kuzatamiz, nima qilamiz. Bu natijaga chiqyapti, shu haqiqatdan bo'lyapti-da shuni orqasida. Pul topsa bo'ladi. Pul albatta topsa bo'ladi, albatta topsa bo'ladi. Juda yaxshi pul topsa bo'lar ekan. Biza уже asosiy qo'shimcha ish emas, asosiyga уже ketyapmiz-da. Boshida qo'shimcha deb kirgansiz. Qo'shimcha deb qiluvdi, keyin уже bular ham men necha yil endi shu anaqani ichida ishlayveraman. Chunki hozir shef-povar bo'lib уже yoshlar rivojlanib ketdi. Bularni yoshlardek uncha ko'p emas-da, уже charchaganlar. O'shaning uchun biz asosiy ishga qilyapmiz. Chunki bizda seximiz bor. Bemalol ishlab chiqazib o'zimiz sota olamiz. Biz o'sha qo'l ostimizda nima qilsa bo'ladi, birinchi o'rinda nima qilsak bo'ladi. Shulardan foydalandik-da. O'sha boshlayotgan odam ham shunaqa qilsa bo'ladi-da. Noldan boshlab. Birinchi qo'l ostida nima qilsa bo'ladi? Kimda nima tovari bor? Sotib ko'rishga olib, qo'yib ko'rsa bo'ladi-da. Bunaqa katta pul tikib, anaqa shart emas. Boshlanishiga shart emas. Lekin o'zi umuman olganda oldingi hayotingiz bilan hozirgi hayotingizlarni solishtirganda qachondir oilaviy biznes qilamiz degan tushuncha bo'lganmi yoki Bo'lgan. niyat bo'lgan? O'shaning uchun ham shunga qarab harakat qilgansiz. Chunki bolalarni ham hammasini o'qitib, dunyoviy biznesga anaqa qilganmiz. Ularga ham yetardik. Salla 3 ta, bitta o'g'il, 2 ta qizimiz, bitta qiz, 2 ta o'g'limiz bor. Salla bir-biring bilan bitta ish boshla, oilaviy. Shunaqa deyaverardilar bular. O'zimiz ham. Chunki ota-onaga qarab bolalar rivojlanadi. Siz o'zingizda bo'lmasa, u kelib o'sha dunyoviy bilimlarni gapirsa, jim qarab turolmaysiz-ku. U tushunmasa, onam tushunmaydi, otam tushunmaydi desa, anaqa bu ham g'alati deb o'ylayman-da. O'sha bolalarga bilim berish uchun yoki ularni tushunish uchun o'zingizda ham bo'lishi kerak-da. Men uyda bo'lgan sexim, uyda o'sha oldin o'zim bichardim. Tikuvchilik tarqatib shunaqa qilardim. Keyin karantin bo'ldi. Karantinda keyin kuzatishni, chunki ertalab ko'zimni ochaman, sexga kirib ketaman, yotgunimcha, klientga qo'liga topshirgunimcha. Keyin o'sha karantin bo'ldi, uni kuzatdim. Xuddi uyda dunyodan orqada qolib ketgan insonga o'xshab qolman dedim-da. Keyin o'sha Alima Aybekova chiqdilar. Keyin qarasam hamma ayollarga dars beryaptilar. Shunaqa qilib boshlandi-da bu birinchi kurslarda o'qish boshqa boshlandi. Keyin qizim aytdi, u ham anaqa qildi. "Davay, oyi o'qing" dedi. Misol uchun bugun kurs boshlanadigan bo'lsa, men bugun yozilib borganman-da.
1 soat oldinmi shunaqa anaqa qilib borganman-da. O'shaning uchun qaror qabul qilishga qo'rqish kerak emas. O'sha bolalar uchun ham o'qish kerak. Atrof muhitchi mana masalan hozir nima deydi, To'g'ri, yoshi katta bo'lgandan keyin odam uyaladi yoki man shuncha yoshga kirib qilamanmi degan tushunchalar ham bor-da. Mana ko'p yoshi kattalar To'g'ri. kelganda aynan yo'q, uni ko'rsatmasin, bu eshitib qolmasin degan qo'rquvlar bor. Bu narsaga qanaqa qaraysiz? Yo'q. Men ham mana borganimda, birinchi kursga borganimda eng yoshi kattasi men bo'lganman. Yoshi kattasi men bo'lganman. O'sha sertifikat berayotganlarida mana yoshi katta o'zimni juda qari hisoblab olganman yoshi katta deganlarga. Lekin keyingi kursda ham o'qiganman. Unda уже mendan ham yoshi kattalar bor. O'shanda mana atrofimdagi qizlarni ko'rib, boshqa anaqalar ayollarni ko'rib anaqa deganman-da, nima deydi, fikrlashim o'zgargan, dunyoqarashim o'zgargan. Nimaga biz qila olmaymiz? Masalan, mana 40 o'sha paytda 40 lar atrofida bo'lgan bo'lsam, bu yog'iga yana yarim umrim bordir balki, 20 yil balki umrim bordir. Lekin bu katta. 1-2 yilda ham odam qanchalik o'zgarib ketadi. Shuning uchun harakat qilish kerak. O'zgarda qilsa bo'ladi. Mana marketplace ga kirdingiz. Uzum market endi bizani hozir nima deydi, milliy brendga aylanib qoldi marketplace. Bu yerda asosiy yuanslar bor. Ya'ni tovarni joylagandan keyin qanaqadir qiyinchiliklar ham bo'lishi mumkin. Yengilchiligi sotib beradi, tovarni o'zi yetkazib beradi. Bu tarafini tushundik. Qiyinchiligi nimada deb hisoblaysiz? Qiyinchiligi bizni boshida unchalik qiyinchilik emas. Anaqa vazirat bo'lganda anaqa tushib ketadi. Tushkunlik aytayapsiz. Tushkunlik. Shuncha vazirat deymizda, lekin uni qayta yana qo'yib sotamiz. Sotuvli bo'lgandan keyin o'sha qo'rquv bo'lmaydi-da, vazirat bo'lib shu tushib ketgan anaqangizda. Lekin unaqa yoqolmadi tovarimiz. Faqat endi mana oxirgi payt 2 galdan biri bizning tovaroniga boshqa tovar qo'shilib kelyapti. Endi bilmadim, uni skladdami, yo'q anaqadami? Endi bu qiyinchiligi qanaqa etsa bo'ladi qiyinchilik? Endi oppoq oson ish yo'q o'zi. Endi bu juda qiynalmas ekan demoqchiman. Endi balkim kimdir qiynalayotgandir. Lekin bizga unaqa qiyin, to'g'ri vaziratlarimiz endi o'zi bizga boshida ogohlantirilgan, FBS ga mol bersanglar, vaziratinglar juda uzoq kutasizlar, 20 kungacha cho'zilib ketib qoladi bir xil payt. Shunaqa ekan, 20 kun, 25 kunda ko'p qilib olib kelamiz. Uni boshqatdan ochib, boshqatdan dazmolini qilib, boshqa upakovka qilib, boshqatdan chiroyli qilib yana qo'yamiz, sotuvga chiqadi, sotiladi. Endi shunaqa ishda bu, nima deysiz? Balkim buni ham yechimini qidirishga harakat qilamiz. Endi deymiz, bu kiyim avvalambor, buni kiyib ko'radi, kimgadir to'g'ri keladi, kimgadir to'g'ri kelmaydi. Demak, yana biz mana bu informatsiyaga nimadir qo'shishimiz kerak. Qanaqadir razmerlarini chizib qo'yib, mana uzunasiga 1 metr, eniga 60 santimetr, bu yog'i 70 santimetr, mana yog'i bunaqa deb ko'proq ma'lumot beraylikki, odamlar qo'liga santimetr olsin-da, chunki biz o'zimiz ham Temur kelganda O'zbekistonga shimmi nimadir zakaz qilsak yozib qo'ygan bo'lardi, ko'rardik-da. Men aytardim, santimetrni olib keling dirdim-da, belimni o'lchab, u yog'imni bu yog'im bo'ldi, olsak bo'lar ekan, to'g'ri kelar ekan deb shunaqa qilib narsa zakaz qilardik-da. Ma'lumotni ko'proq kirish. Chunki odamlarga qancha ko'p ma'lumot berilsa, shunchani ikkilanish kam bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa, shuni ustida ishlaymiz, o'ylayveramiz ko'p. Qani, xo'p, demak bu mana oldingiga nisbatan hozir vaziratimiz kamaygan. Bir 30% ga ham shunaqa kamaygan. Buni shu 50% gacha tushirish ustida ishlayapmiz hozir. Nima qilsak, bu osinu bo'ldi, to'g'ri kelsin, rangi yoqsin, shunda qolipda tushsin, maza qilib kiysin. Yandex Marketda ish boshladinglarmi? Yandex Marketga bir hafta bo'ldi, ozgina bismillah deb boshlanishiga ozgina mol olib borib berdik. Kuzatib turibmiz. Hozircha hech gap yo'q. Lekin Yandex Marketni uni do'kon ochish, uni kartochka to'ldirishlar juda oson ekan. Sun'iy intellekt hammasini shunda o'zi qilib beryapti.
rasmlarni ham ular kaprizni emas ekan rasm qo'yishga nimaga. Uni ham o'sha mukammal darajasigacha o'sha nima deydi, anaqa beradi-ku reyting. O'sha 97% gacha qildik-da reytingini bitta kartochkani, do'konini o'sha so'ragan narsalarini o'sha odamchi o'zi masalan bilim haqiqatdan ko'p eshiklarni ochadi deyishar ekan-ku, to'g'ri narsa-da bu. Masalan til bilganga mingtanga bekorga yetmagan. Shu mana Yandex Market asosan rus tilida. Shu rus tilini yaxshi bilganimiz uchun to'sqinlik bo'lmadi unaqa. Shu kompyuter ishlatishni bilganimiz to'sqinlik qilmadi. Chunki odam o'zi qo'rqish kerak emas-da hech narsadan. Men buni bilmayman-ku, telefonni zo'rg'a ishlatadigan odamlar bor-da hozir. Shunaqa. O'sha hop zo'rg'a ishlatar ekansan, vaqtingni o'tkazayotsan, bekorga ulamda listat qilib, har xil videolarni, nimalarni, reelslarni, shuni o'rniga shunga ketkazgan 20 yarim soat vaqtingni ochgin, anaqa kompyuter qanaqa ishlatish yoki men buni qanaqa ishlatishga shu vaqtingni yo'naltirganda shu sohani o'rgan. Shuni o'rganib olganda keyin bor xohlagan o'sha kerakli ishingni qilgan shunaqa. deb o'ylaymiz. Hozir men onlaynda o'qidim sizlar. Onlaynda o'qiyotganingizda qiyinchilik bo'ldimi? Qanaqadir kamchiliklar yoki ustunlik va plyuslari, minuslari haqida. Bu qarang, onlayn men o'zi endi hayotda birinchi marta onlayn o'qish o'qiyapman. Birinchi marta kurs oldim. Birinchi marta, tем более onlayn kursi. O'zi o'zimiz taniganimizdan biri o'sha maktabda partaga borib, daftar kitobni ochib o'qib, boshqa institutda, boshqa joylarda o'qiganimizda ham shunaqa o'qishlar bo'lardi. Shunaqa tushuncha bo'lardi. O'qish degani shu odamning ko'ziga shunaqa keladi-da. Bu onlayn degani qanaqa ekan? Anaqani yoqib qo'yib, Zoomni yoqib qo'yib shunaqa dars o'tsa kerak deb o'ylardim-da. Yo'q, dars tashlab berildi. Naborot, balkim onlayn o'qiganimiz ham bizga anaqa bo'ldi-da, nima deydi? Yengil o'zimizni uyimizda o'tiramiz, hech kim ruchkang qani, kitobing qani urishadigan odam yo'q. deb yozib, chizib, xotirjam hammasini bajarib, tushunmagan joyimiz yana qaytadan ko'rib olib bajarib, 2 marta, 3 martalab offlaynda. Offlaynda masalan kimdir dadil gapira oladi, qo'lini ko'tarmanda o'qish, kimdir uyatchanroq boshqa anaqa gapira olmaydi, nima qila olmaydi. Qanaqa so'rayman, nima bo'laki? deydi, hadi o'tib ketaveradi. Offlaynda boshqatdan ko'rib chiqamiz, yana bitta ko'rib chiqamiz. Keyin kechqurun oilaviy 3 kishi yana ko'ramiz. Hamma o'sha tushunganini o'zaro bo'lishamiz, konspekt qilib yozamiz, tashlab beramiz, ustoz ko'radilar. Zo'r, malatsi, gap yo'q, deydilar. Shu menga yoqdi onlayn kurs. Balkim kimgadir offlayndir, kimgadir onlayn. Mukammal yetkazib berilgani ham bor. Lekin haqiqatdan mukammal yetkazib berildi. Men prosta bitta narsani aytib o'tmoqchimanki, hozir bizda juda kuchli talab bo'lyapti nimaga hozir? Buxgalteriyasiga. Xalq to'liq tushunib olganimiz yo'q buxgalteriyasini. Hali to'liq tushunib olganimiz yo'q. O'sha eskicha uslubda daftarga yozib, muncha qilib yurib o'rganib qolgan usulda bu. Hozir qarimizda anaqa sifralar turadi, misol uchun. Menimcha vaziratdan kelgan, masalan, shuncha boshidan do'kon ochilgandan to shu kungacha shuncha оборот bo'lgan. Za may месяц, например, iyun oyiga mana shuncha savdo bo'lgan. Kulli savdingiz menimcha deydi-da, vaziratingiz menimcha summali deydi. Uni qaysi biridan ayirish hali to'liq tushunib olganimiz yo'q. O'sha shuni o'rganish kerak ekan. Shuni обязательно o'rganish kerak. Buni buxgalteriyasini bilish kerak ekan deb o'ylayman. Shu bizga berilgan bilimlar nima deydi? O'sha marketplace ga kirib savdo qilishni o'rganish. To'g'rimi? Savdo qilishni o'rganish. Buni biz juda yaxshi o'rganib oldik. Savdo qilishni. Analitikasini darslar bo'ldi, ularni ham ko'rdik, borib qatnashdik. Analitika uni programmalari bor, boshqalari bor. Uni ham qiyin joyi yo'q. Shu bo'lsa, o'sha bilimini o'rganmasa, u ham oson, kerakli narsa. Shu mana shu buxgalteriyasini bittaga chuqur o'rganib olish kerak ekan. Chunki bizani kelajagimizni biza xudo xolasa reja qilyapmiz. Shu marketplace orqasidan biznes qurishga, katta biznes qurishga,
o'zimizni shaxsiy brendimiz ostida mahsulot ishlab chiqarishga. Shu mahsulotni biz patentlaymiz xudo xohlasa-da, Inshaalloh. qo'rqmasdan hech kim sizga konkurent bo'la olmaydi, balkim chiqaradi, lekin boshqa nom bilan chiqaradi, boshqa nima bilan chiqaradi. O'sha hozir mana Uzun Market, mana Yandex, shu yana imkoniyatlarga qarab Wildberries, keyin yana nima Ozonga chiqsa bo'ladi. Mana imkoniyatlar cheksiz ekan. Ishlasa bo'ladi. Ha, juda katta imkoniyatlar berilgan, faqat uning uchun o'sha tayyor bo'lib, shuni bilimini chuqur bilmasangiz, odam shu tupikka kirib qolganda chiqib ketish qiyin bo'lar ekanda. Shuning uchun shu hozir talab bo'lyapti, shuni buxgalteriyasini o'rganishga, yana shuni qayerda masalan chuqurroq, kengroq yana nima bilim bo'ladigan bo'lsa, shuni olishga tayyormiz hozir. Demak, o'sha bitta kursdan tashqari yana qayta izlanish uchun harakatdasiz. Albatta. Chunki kerak ekan. Bu qarangda, bu masalan biz o'sha paytda 4 million 200 mingmi, 4,5 millionmi vallohu alam. Bu mana pul bizaga hozir mana 10 barobar bo'lsa 40 million. Ertaga 100 milliondan oshdimi, yana 2 oy 3 oyda balkim 400 milliondan oshadi xudo xohlasa. Shunaqa maqsadimiz bor. Уже 100 barobar qilib beryapti-da Xudoyim shuni. Qisqa vaqt. Ha, shuncha hech qancha vaqt o'tmadi-da. U odamlar yillab quradi. Mana oshxona ochganda ham birpasda yurib ketmasa, yillab vaqt ketadi-da, bir joy yurib ketishiga, bir narsa bo'lishiga. U hech narsa emas-da. Shuni o'qib, o'rganib, shuni qilaman degan odamga faqat tavakkal bo'ldi, oldinga qarab bosish kerak deb o'ylayman. Siz kelajagingiz umuman olganda, mana offlaynda ham ishlab ko'rgan ekansizlar, ishlab chiqaruvchilarga berasizlar, umuman olganda sotuvchilarga berasizlar. Umuman olganda onlayn, ya'ni marketplace kelajagini qanaqa darajada ko'rasiz? Masalan, aytaylik, hozirgi ipodrom, O'rizor bozorlarini solishtirganingizda sotuvchilarga, mana sotuvchi bo'lmaganman-da, faqat xaridor bo'lgansiz aslida o'zi ishlab chiqaruvchi va xaridor. Aynan mana bozorda o'tirgan sotuvchilar haligacha onlayn biznesni tan olmaydigan insonlar ko'p. Ayniqsa katta 10 yil, 20 yil davomida savdoda bo'lgan odamlar qabul qilishi qiyin bo'lyapti. Aynan ularga qanaqa tavsiya bergan bo'lardingiz? Bu masalada endi mana zamon juda tezlashib ketyapti. Vahshiy tezlashib ketyapti. Qarangda, mana 2 yil yo 3 yil oldin shunaqa gaplar yo'q edi-da. Hozir odamlar uyda o'tirib ovqatni telefonda chaqirtiryapti, misol uchun. Bo'y narsani telefonda hal qilib tashyapti. Keyin har xil vaziyat, ob-havo kimgadir suv yoqmaydi, kimgadir sovuq yoqmaydi. Deydi-da, mana ochadi-da, zakaz qilib boraman, olib kelib beradi. Shunaqa-da hozir. Bu marketplace bu kelajakni talabi-da, busiz hayot уже yo'q-da. Mana marketplace'lar shunga o'xshagan nima deydi, raqamlashtirish, sifrovizatsiya deydi-ku, shunga уже mana o'tyapti-da. Butun dunyo уже o'tyapti sifrovizatsiyaga-da. Butun dunyo o'tyapti. Ertaga hozir mana Xitoylarni Instagramda kuzatamiz-da, kanallarini-da, o'sha yaxshi spikerlarni tarjima qilib beradi Xitoy tilidan rus tiliga, o'shalarni kuzatib eshitib o'tiramiz. Hayron qolasiz-da. Chunki u odamlarni tayyorlayapti-da shu narsaga. Bu birinchidan o'zi mana hamma oyligini naqd pulda olardi, cho'nchagiga solardi-da, keyin bozorga borardi. Hozir pul plastikka tushyapti уже. 100% tushyapti plastikka. Plastikdan Yandexga to'layapsiz, taksiga, magazinga kiryapsiz, plastikdan to'layapsiz. Bu marketplace shunchalik qulaylik beryaptiki, uyingizdan chiqmasdan shundoq zakaz qilyapsiz-da, plastikdan to'lab yuborasiz, yoqmasa qaytarib yuborasiz. Muammo yo'q, boshqasini zakaz qilasiz. Tavsiyam mana o'zimiz bozorga tushamiz, yuramiz-da, qaraymiz. Masalan, bir ikkita do'konlarga kiramiz. Endi aka deymiz, mana shunaqa biz o'zimdan narsa sotamiz, ishimiz yaxshi, оборотimiz mamunchaga chiqqan. Xohlasangiz, agar tushunchangiz bo'lsa, xohlasangiz sizni ham narsangizni qo'yib beramiz, sotib ko'ramiz. Yaxshi bo'lsa, пожалуйста, ishlayveramiz bilan. Menga oylik qilib berasiz, menejer bo'lib ishlayman sizda. Desak, qandoq bo'lar ekan? Bu nima ekan? Pul bermayapti deyapti. Va shunaqa gaplarda o'sha ko'chadagi gap. Hali ham bor ekan deyman-da, shunaqa. Lekin qiziqayotganlar ham bor. Yoshlar
yoshlar qiziqyapti. Yoshi kattalar Yoshi uncha kattalar qilmayapti-ku. ishonish qiyin. U yoshchi man endi shunaqa nima deydi, qanaqa tushuntirsam ekan? Odamchi yoshi 50 dan oshgandan keyin уже ani bo'ldi. Men anaqa qilib qo'ydim, mana bunaqa qilib qo'ydim. Endi o'sha pensiyaga chiqib qolsam, amallab yonboshlab shu choyxonaga chiqaman. Bu yoqqa shunaqa fikrda, mana 99.9% da shunaqa fikr. Qarang-da, hozir men o'zimni shu yoshga kirib, mana o'zimni sohamni, ishimni almashtirdim. Hozir shunaqa menda oldin yoshligimda rosa o'qigim kelardi. Rosa anaqa hozir yana qaytadan shu mana shu yo'nalishni chuqur o'rganishga qanaqadir men intilish paydo bo'ldi. Kechqurunchi tabassum bilan uxlaydi odamchi. Ertalab tursiz tabassum, telefoningizni ochasiz, unda qarasangiz уже kechagi savdo deydi, mamincha so'm deydi, xursand bo'lasiz, alhamdulillah, yoqimli-da juda. Уже yashashgacha qanaqadir ishtiyoqingiz oshaveradi-da. Mana ko'ramizda o'sha anaqalarni yaxshi kuchli spikerlarni kuzatib o'tiramiz, u yoshi katta odamlar aytadi-da, bu deydi, umrni uzaytiradi deyapti-da. Bilimga bo'lgan chanqoqlik, nimanidir yaratishga bo'lgan chanqoqlik deyapti, umrni uzaytiradi deyapti. Haqiqatan yashashga bo'lgan ishtiyoqi odamni ko'payar ekan-da. U qancha umr beradi, nima bo'la o'ylash kerak emas. Bo'ldi, shu harakatdan to'xtash kerak. qil, nima kimgadir manfaat, mayli shu ishingni yo'lga qo'yib oldingmi, o'rgat kimgadir o'rgat. Bilim ber, shu odam sani orqangdan shunga erishyaptimi, o'sha duo qiladi, savob bo'ladi, umring oxirigacha yetadi. Puling ko'payib ketyaptimi, kimnigadir o'sha mana пожалуйста, bu juda kerakli narsa deb hisoblayman men. Demak, hozir sizlar oilaviy ham o'zingizni biznesingizdan tashqari, undan tashqari ham masalan menejerlik orqali ham bemalol pul topsanglar bo'ladi, shunga harakat qilasizlar. Shunaqa. Agar kimga menejer kerak bo'lsa, bemalol tavsiya qilsanglar bo'ladi. Albatta. Lekin ana hali bilim darajamiz unaqa yuqori darajada emas-ku, xudo xolisa, lekin shuni nima qilishga maksimal darajada professionalizm anaqasiga nuqtasiga olib chiqishga harakat qilyapmiz, intilamiz. Mana Donaxon o'zlari ham yordam beradilar, xudo xolisa, agar yana shunga shuni mukammal o'rgatadigan kurs bo'lsa, mayli yana pulini to'lab ham o'qiymiz kerak bo'lsa. Chunki bu juda manfaatli narsa. Biz o'zi buni tushundik, bildik buni. O'shaning uchun tavsiyamiz nima? Tavsiyamiz bo'ldi, shu orqaga qarash kerak emas. Kelajak faqat shundan. Birinchi baribir mana oddiy, mana men boshida shu oddiy ayollarga aytmoqchiman. Oddiy o'sha birinchi o'qiganimda, oyijonim, keyin atrofimdagilar, oyijonim ham o'zi institutni bitirganlar, oliy ma'lumotlilar, o'qing dedilar. Lekin baribir o'qiganingizni yetkazib berish uchun vaqt kerak. O'sha vaqt nima o'rgandingiz? Qani, nima qildingiz? Pul ketyapti, nima bo'lyapti? Atrofingizdagilarga g'alati tuyulganda, men o'qiyotganim g'alati tuyulgan. Chunki boshqalar atrofimda hech kim kursga bormagan, o'qimayapti. Boshqa mana ayollarda ham o'qimoqchi bo'lganlarda shunaqa gap so'zlar bo'lsa, ahamiyat berish kerak emas. Uni o'sha o'zini oldiga qo'ygan yo'li bormi, bo'ldi. Hech qayerga qaramasdan, hech kimni gapiga quloq solmasdan bo'ldi, o'qish kerak. Ertaga xudo xolisa o'sha darajaga chiqqandan keyin o'zi odamlar o'zi qiziqib bundan so'raydi. Faqat vaqt kerak. Shunaqa ekan, qiynalayotgan paytingizda hech kim sizga anaqa qilmas ekan. Nima qilyapsan, qiynalyapsan, qanaqa qilyapsan demas ekan. U o'sha natijaga chiqib ko'zga ko'rinishni boshlaganingizdan keyin qani qanaqa qiluvding deb kelar ekan-da, haqiqatdan. Shunaqa bo'lar ekan. Hozir umuman uyalmaysiz. Yo'q, nega uyalish kerak? Aslo. Biroq faxrlanamiz biz. Qilayotgan ishimizdan faxrlanamiz. Boshida o'sha o'qimoqchi bo'lganda ham hech kim mensimadi. O'zimga ham o'qirkanman, shunga ham o'qish shartmi? Shunaqa deyishdi-da. Atrofdagilar. Shunaqalarni gapiga kirib qolmanglar deyman-da. O'sha o'qimoqchimi, o'qisin. O'zimni hozir qo'limdagi tikuvchilarim qiziqadi. O'qimoqchi bo'lyapti. Uyda mana yaqinda bittasi aytayapti, uyimda kompyuter bor deydi. Lekin o'zi foydalanishni bilmaydi.
tikadi. Ertalabdan kechgacha tikadi. Charchadim deyapti-da. Bolalari, uyda ishi, boshqasi, kompyuter nimaga olgansizlar desam, qaynonam olib kelib qo'yganlar, bolalar katta bo'lsa ishlatadi. U просто tak yotibdi-da. Kimdadir o'sha kompyuteri yo'q. Yo'q, zor. Yo'q, zor. Kimda Ha, zor haqiqatdan. deb bo'lsa, men o'sha hech bo'lmasa shu ishni boshlardim deydi-da. O'shaning uchun odamlar qo'l ostida nima bo'lsa o'shandan foydalanishga harakat qilish kerak. U nolib o'tirsa hech kim anaqa bo'lmaydi. Kelib ko'chadan kelib yur deb qo'ldan yetaklab olib ketmaydi. Odam o'zida xohish O'zida bo'lishi kerak. O'sha bolalariga ham anaqa bo'ladi-da, baribir ota-onasini ko'rib rivojlanadi o'sha bolalar. Chunki mana majlislarga boramiz, boshqa qilamiz-da, u просто majlis bo'lganiga kelgan ota-onalar bor. U o'tiradi, bolasi haqida, u nima haqida o'ylayapti, nima bo'lmoqchi, u o'zi bilmagan narsani ertaga просто tak majlisda o'tiradi ketadi-da. Anta o'qituvchi jonini kuydirib, uni bolasi uchun gapiradi-da. Aytaman, nima deydi, baribir ayol kishi ham o'qish kerak. O'qish kerak. O'qish kerak. Hozir ko'chaga chiqish shart emas. Tiqilib yotibdi mana, informatika ko'p. Tekini ham ko'p-da. Birinchi shundan boshlasa, tekinidan уже u yog'iga o'zi ochilib ketadi, harakat qilsa. Inshaalloh. O'sha xo'jayinni anaqa qilish kerak baribir. Поддержка qilish kerak. Mana shu joyda turib yetkazib berish kerak. Mana shu joyda ayol kishisiz, masalan, bularni ko'ndirish uchun sizda qaysidir ma'noda duh kerak bo'lgan, so'rash kerak bo'lgan. Ko'pchilik hali so'ramasdan turib yo'q deyiladigan uстановканы qo'yib oladi. Hali xo'jayiniga yetib ham ko'rmaydi, vaziyatini tushuntirib ham o'zi asli mohiyatini tushuntirmasdan, yo'q bo'ldi, menga yo'q deyiladigan uстановканы qo'yadi. Aynan shunaqa mana o'zingizni qo'lingizda ham ishchilar bor ekan. Umuman shunaqa ayollarga nimani tavsiya qilardingiz? Shunaqa ayollargami, o'sha erini ko'ndira olmayotgan. Ularga aytayman, birinchi o'rinda o'sha yetkazib berish kerak-da. Unga kerakli narsani, menga shu kerak. Men uyda o'tirib dunyodan qolib ketdim. Ertaga men bilmasam, bolalarimga nimani o'rgataman deydi. Misol uchun men ham shu hozir trend so'zlar bor. O'shalarni bilmasdim. Masalan, komfort zona, o'sha networking, o'sha so'zlarni bilmasdim. Bundan endi mana shunaqa o'xshaganda. Endi misol uchun bolalar hozir aytsam, o'sha boshida gapirganimda-da, siz ham bilasizmi? Siz ham o'rgandingizmi? Chunki o'sha bolalarni qiziqishiga qarab yurib, o'sha hozir o'qimoqchi bo'lgan yo'nalishini tanlashga yordam beradi ota-ona. O'zi bilmasa qanaqa yordam beradi? O'shani o'sha yonidagi turmush o'rtog'iga ham tushuntirib berish kerak. Men ham birinchi o'qib kelganimda 5 yil ichida o'zingizni qayerda ko'rasiz deganlar. Shunga savol javob yozib kelinglar deganlar. Men buni o'ylab ham ko'rmagan ekanman. Просто yashab o'tirganmiz. Kunimiz o'tib ketavergan. Maqsad bo'lmagan. Yo'q, maqsad bo'lgan. Men hozir qilayotgan ishim bilan ayollarni asligina bo'lsa ham uyiga qo'shimcha pul olib kiryapti meni orqamdan deb shunaqa ishlardik. Lekin baribir unaqa katta maqsad, o'zim nimadir chiqazay, nimadir qilay degan maqsad bo'lmagan-da. O'shanda o'ylaganman. 5 yil ichida men qayerda nima qilishimni. Kelib bularga savol berganman. 5 yildan keyin o'zingiz qayerda ko'rasiz? Nima deyapsan? Nima deyapsan? Uyda o'tirgan bo'laman, maza qilib. 5 yil o'tdi. Qarang, 5 yil ichida qanchalik o'zgarib ketdik. O'zimiz o'zgardik, bolalar o'zgardi. Bolalarni tinimsiz hamma kurslarda o'qitardik. Tinimsiz o'zi xohlagan anaqa kasbida o'qitardik. Kasb emas, endi shu kurslarda o'qitardik. Nima senga bu kerak? Shunga ham pul ketkazasanmi degan narsalar bo'lgan. Lekin bular shu qo'ldan yetaklab olib borardilar. Kichkina farzandimiz endi chiqayotgan robototexnikaga o'qiyman degan. Lekin men aytganman, robot yasash deb o'ylaganman. U nimaga kerak? Qo'ysangchi boshqa narsaga o'qi. Keyin adasiga aytdi, olib bordilar.
keyin olib borganlaridan keyin o'sha yerda tushuntirib berishgandan keyin o'qishiga ruxsat berdilar. O'shaning uchun bolalar uchun ham o'qishsin. Ayollar Ayollar rivojlanishi kerak. rivojlanishi kerak. U uyda o'tirgan bilan u bolalar erta kelajagi nima bo'ladi? Jamiyatda Jamiyat. o'zini o'rnini o'sha o'zi rivojlansa, uyiga, oilasiga qanchadir qo'shimcha pul. O'zida ishonch paydo bo'ladi o'sha ayollar. Men qo'limdan kelmaydi emas, mana meni ham qo'limdan kelar ekan degan narsa bo'ladi-da. bu etapga kelishingizgacha 5 yil vaqtingiz ketdi. 5 yil vaqtim ketdi. Lekin o'zi mana oyijonimlar inyazni bitirganlar, o'sha kelin bo'lib tushganlaridan keyin o'qitishgan, lekin ishlatishmagan. Bir umr armon bo'lgan ularga. Men kelin bo'lib tushgandan keyin buxgalteriyaga o'qidim, keyin ishladim, sexda ishlardim. Ishlaganimdan keyin o'zimda anaqa fikr paydo bo'ldi. Shu tikuvchilikni bitirganman. Nimaga shu ishni o'zim qilolmayman? Mana birovni qo'lida ishlayapman, lekin o'zimni qo'limdan keladi. Nimaga shu ishni o'zim qilolmayman degan fikr paydo bo'ldi-da. Keyin ikkinchi farzandimdan keyin ana elita pardalar rivojlanib ketdi. Bundan bir 15 yil, 16 yil, 20 yil. Shunaqa. Keyin o'qiyman dedim. O'qiyman desam, oyijonim o'qing dedilar. Nimaga o'qiyman desam, o'qing derdilar. Поддержка qilardilar. O'qidim. Unda ham shogird bo'lib o'qidim. Unda bilsangiz, anaqa televizorda tabriklaymiz, qutlaymiz chiqardi tagida. O'sha e'lon chiqardi. O'sha qizlar e'lon berardi. Men o'shani topib borganman, o'qiganman. O'qib bo'lib, keyin u qizlardan keyin men ham borib televideniyega xuddi shunaqa e'lon berganman. Mashalloh. E'lon berib, unda sotuviylar yo'q. Anaqa o'sha домашний telefonlardan zakaz olib, birinchi zakaz olganimda shunaqa xursand bo'lib ketganman. Keyin qaynsinglim bilan boshlaganmiz shu ishni. Keyin borib domlardan odamlarni qidirib, adreslardan shunaqa qilganmiz-da. Bir kunda shunaqa zo'r pardachi bo'lib ketganmiz. Bozorda bir kunda ikkitalab klientni pardasini olardik. Obedgacha bitta odam, obeddan keyin bitta odam. Shunaqa ko'p bo'lgan. Keyin shundan keyin o'zimga ishonch ortgan. Bizni uyimizni almashtirdik, ko'chdik, telefonlar, kontaktlar yo'qolib ketdi. Keyin shundan keyin o'zim atrofimni biladiganlar tiktirdi. Uje u ham menga kamlik qildi. Yana rivojlanishdi. Yana nimadir qilgim keldi. Qo'limdan keladi-ku. Maktab forma, maktab payti avgustga yaqin edi. Bulardan $100 oldim-da, keyin o'sha bolalarga jinsi ishim. O'g'lim bitta jinsi ishimini shunda so'kdim, andoza qildim, uni razmer qildim. Chiqazib olib chiqdik, shu hali etganlardi. Olib chiqdik, unaqa sota olmadik, chunki sotish qobiliyati yo'q. Keyin sota olmaganimizdan keyin o'sha yerda sotuvchilarga berib, shunaqa uje sexga aylanib ketdi-da, bitta ikkita mashina bor. Shuning uchun qo'rqish kerak emas boshlash uchun. Qadam Faqat tashlash kerak. harakat qilish kerak. Harakat qilish kerak. Xudo xolasa kelajakda yana ham bu biznesinglarni kengaytirib, nima deydi, marketplace'da o'zini o'rniga ega bo'lgan, oilaviy biznesga ega bo'lgan tadbirkor bo'lasizlar degan umiddaman. Bugungi efirimizni tugatishimiz kerak bo'ladi. Vaqtimiz chegaralangan. Hali suhbatimizni davom ettirsak, juda ham ko'p davom etamiz. Lekin bugungi efirni hozirgacha shu joyda tugatamiz. Lekin agar siz haqiqatan ham tadbirkor bo'lsangiz va marketplace'da o'zingizni mahsulotlaringizni sotmoqchi bo'lsangiz, bemalol Azakaga va Nargiz opamga murojaat qilsanglar bo'ladi, chunki ular aynan shu sohada o'zini mahsulotlarini va boshqalarning mahsulotini sotib, hozirgi kunda yaxshi daromad qilayotgan biznes egalari. Keyingi efirda ko'rishguncha va albatta izohlarda o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Sizlarga kattakon rahmat. Rahmat. Salomat bo'ling. Agar siz ham xuddi shunaqa o'quvchilarim qatorida bo'lishni xohlasangiz, o'zingizni daromadingizni hozirgi kunda $1000 dan $10,000, $20,000 gacha olib chiqmoqchi bo'lsangiz, sizni marketplace'da biznes boshla nomli kursimga taklif qilaman. Hozirgi kunda bu kursimizda 600 dan oshiq o'quvchilarimiz o'qib, o'zlarini $1000 dan $10,000 gacha bo'lgan daromadlarini topib kelishmoqda. Agar siz haqiqatan ham o'zingizni biznesingizni
Marketplace yo'lga qo'ymoqchi bo'lsangiz, hoziroq izohlarda plyus belgisini qoldiring va siz bilan men eshiklarni bog'lanishadi.